Assalomu alaykum. Yaxshilar. Omonmisizlar? Bugun sana 2-iyun 2025-yil. Bugun biz kuzgi mavsumga qarab ekiladigan bolgarsklarimiz uchun salafan stakanlarni to'ldirib chiqyapmiz. Tepaga 55% to'rlarimizni tortganmiz. Shunaqa pollarni olib bir qator qilib salafan stakanlarni to'ldirib chiqyapmiz. Mana bunday aralashmalarimizni solib chiqyapmiz. Buni tarkibi xo'sh 50% qirni tuprog'i sho'ri yuvilgan, 40% gumus, ozroq 10% sholini qipig'i. Mana bunday salafan stakanlarimiz bor. Ikki qirrasini kesib olamiz. Drenaj ochib, kichkina teshikcha. Mana bu holatda to'ladi. Razmerlarimiz 9 ga 9 salafan stakanlar.